çayxanada cem bulduk bugün. Dıllardan hem yeşilsin tügün. Çalkılan dıllarga çay sunup, Ultimastın kaynaydı çügün. Çayxanada hoşallık vardı, Dinişmastın birge küleyli. Terbiyelerden zoklanıp yana, Mümkülerden huzur alay. Oh, ay ufkan bu ne? Ya tursun kız. Oy, bu ne çakkan Ya toxta. Oy, bu ne? Ya tur. Miyim Allah kep boptu man miyim çiviler caydım. Ya tursun kız toxta. Bu nimanca ciddiçilik. Oy, cim otta. Bugün Ha. bek aziz, bek çoğun mihmandan bir skilidu çayxanımızga. Ya to'g'ri, çayxonamiz kelgan mehmonlarning hammasi sana bizga bek az mehmon. Hozir o'choqda o't qalaqliq, choylar damlaylik, xotirjam bo'l, ya nimaga jiddiylashyapsa? Yak, hiliqi. Men uzun yilni yaqti qilib qo'ygan hiliqi eng esil chayimdim. Shuni damlaymiz, oshni damlagansan. Hiliqi. Uni damlab qo'ydim. Osh esil chayni damlagansan. Ha, yaxshi. Mehmonlarim kep boptu, men jiddiylashyapman. Hammamiz kelib bo'pti, mana qarshimiz ha. Ma aziz mehmonlarning hammasi muhim, hammasi aziz mehmon lekin mush azizlarning ichidami aziz bir mehmon bor deyman. To'xtab tur. Sening da'vatqining ajoyib aziz. Aziz bo'lganimi ajoyib xosiyatli bir aziz mehmon keldi va. Ming yildimi chillab akilanmaydigan bir aziz mehmon bugun bir qimmatlik oltindek vaqt chiqib ekan bizning choyxonamizga Allohdan qadam tashrif qilmoqchi jinibqa. Ular keldigan vaqt bo'lib qoldimi ya? Kel. Mashin to'xtadi, keldi. Kel, ashuma. To'xta. Oy, eshitding. Mana. Voy, bular kel, bular. Voy, bular. Men o'zim tushib ochiqay. Ochiqay, bular chaqqan. Voy. Rahmat qarshimiz. Qani marhamat. Aldı bilan so'rinimizdan to'riga qadam tashrif qilsangiz. Oy, aziz mehmonimizni choyxonamizga taklif qilib, o'tdag'izib olib, endi shirkim joyi qilishdi. Men endi sen sana qarab bek jiddiylik ketgandim, jiddiylikim endi yo'q qildi. Xotirjam turgan bo'ldik endi. Jinim ukam aytgan yo'q, tutqilamda jon yo'q titrab. Yani bir muhim ishlar chiqib qilib kelanmay qolarmi? Bir yerlardan bir yerlarga yana ketib qolarmi deb ansirab zot mush choyxona akirib, o'tdag'izvamgacha o'tdag'ini mushta o'z ko'zim bilan ko'mgicha men xotirjam bo'lolmaydi. Endi xotirjam bo'l. Mana bizning faxrlik ustozimiz, xalqimizdan faxrlik o'g'lon bo'lgan Umarjon akamiz mana muborak qadamlar bilan choyxonamiz keldi. Biz shu fursatda chin yuragimizdan chiqqan sadoyimiz bo'lgan chavukimiz orqali Umarjon akamiz yana bir qaytim qarshi o'tgan bo'lsak. Men sana Ömercan akamni yana bir cho'nqurlab tunishtirib qo'yay. O'shtaqimsa qolmaydi. Jungo madaniyat tarqitish jamiyatining muavin raisi. Yana kimlar birga? Jungo xayr saxovat jamiyatining doimiy muavin boshlig'i. Yana bor. Jungodagi xosiyatli odam deb nom olgan birdan-bir faxrlik o'g'lonimiz. Shundaqla saxovat elchimiz Umarjon Yimit akamizdan hammamiz faxrlanamiz, suyunamiz. Qani, shavaklarimiz yanada olmoqchimiz. Rahmat aka, rahmat. Unda xo'sman bir shu aziz mehmonlarga bir choy qo'yib olsam ruxsatmidi? Albatta. Men ash Umarjon akam o'z qo'lim bilan bir choy qo'yay. Qani marhamat aka, kelgan qadimizga marhaba. Rahmat. Qani aziz mehmonlar. Sen mi qarab turmay, mat mehmonlarga choy qo'y, bular menga yordamlashmagan. Sen yordamlashsan. Voy. Bizning Cho'lpanay xonim alayda qadam tashrif qildi. Mana aziz mehmonlarimiz bir-biridan esel mehmonlarimizdan hammasini ko'rib, shunda xursand bo'lyapmiz. Qani. Unda men o'ta. Qanday ular? O'tira bo'pti. Aziz zo'lab qo'ying. Hay, o'tirib yilingizmi? Voy. Sizlarning ichidagi eng esli bu sizmi? Bizning mush choyxonamizning yigit beshig'i o'zingiz. Eng egiz. Aziz mehmonlar, qoidadan bir salomingni berib. Bo'ldi. Muborak qadamlaringlar orqali choyxona paranglari programmamiz qadam tashrif qilganlardan to'liq xursand bo'ldik. Har doim sizlar bilan birlikda shu choyxonada hamdasturxon bo'lish sharifi muyassar bo'lib kelayotgan Yigitbeshi Abduxabir Abdunabiydan hammalar o'tib salom, didor, g'animat.
Bizning yana mushu men bugun mush choyxonada yolg'izchilik tatib qolmay deb mushu go'zal xonim qizlarni shundaqla oy yuzli xonim qizlarni keldikan deb mushu qiz boshlarini taklif qildim birga xizmat qilishga. Voy, undasi qiz boshlarning salomini birlikda anglab boqamiz. Salom, ushbu go'zal minutlarni biz bilan birga o'tkazishga ixtiyor etgan, ajrdan gul qisqan, shundaqla avomga gul sungan bizning tokpikar san'atkorlarimiz, shundaqla programmamizni ko'rayotgan bizning barcha aziz ko'rmanlarimiz, hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Men tabassum qurgan. Salom, bugungi bu choyxonamizga qadam tashrif qilgan eng chiroyli xonim qizlar, akalar, ustozlar, kelgan qatmoqlarga marhaba. Mana men bu yil 70 kirib 2 yil bo'ldi ashqili. Mushu nayt chiroyli turibdim. Bugun mana Umarjon choyxonaga keldi deb yashirib, chiroyli ko'ylakni kiyib, qizimish bo'lib keldim. Hammanglarga salom. Rahmat. Mana bugun Umarjon akamni keldi deb choyxonamga 7 yoshdan 70 yoshgacha ashu mo'maylarni qoshiqlarni etib, ko'xolarni sukib, aniqlarni sukib, chiroyli qizcha qo'yib keldi Umarjon aka. Xush bo'lgansiz. Ha, ems men mushu aziz mehmonlarga salomimni bir yo'llab o'tay. Men mushu choyxonni uzun yillardan beri ichib kelayotgan, shundaqla sizlarga tatliq choylarni damlab kelayotgan, mush choyxonning egisi choychi do'stinglar Tursun qiz, shundaqla Guliston Abdurahim bilan hammalarga o'tliq salom. Wow. Ems bugun aziz mehmonlar, bugun choyxonamizga nihoyat chiroyli yig'ilib oldik, jam bo'lib oldik. Mushundaq xosiyatlik kunlar, mushundaq qadrlashga tegishli unutilg'isiz daqiqalar, minutlar bizning nisbimizga nihoyat tez. Shun bugun mushu bugun choylarni sizlarga to'xtamay damlab qo'yib turman. Shu pechin praniklardan og'ash, navatlarni silib choylardan ishkash, mushu bizningki ustozimiz, faxrlik o'g'lonimiz Umarjon akamningki tetimliq tatliq gaplardan, qiziqarli yumurtalik gaplardan, mahoratlardan huzurlanib, yana donliq cho'lponlarimizmi, peshqadam cho'lponlarimizning bugun Umarjon akamni keldi deb alaydan choyxonamizga qadam tashrif qildimiz. Donliq san'atkorlarimizning san'at numurlaridan huzurlanib, shundaymi xabar? Mana bir-biridan esel, bir-biridan hurmat sazovor ustozlarimiz, cho'lponlarimiz mana bu choyxonga muborak qadamlar bilan yetib keldi. Mana bu xayrli minutlarda biz xalqimizning faxrlik o'g'loni, saxovat elchisi bo'lgan bugungi choyxonamizga qimmat vaqtini ajratib, Altaydan paytaxtdan yetib kelgan bizning suyimli ustozimiz Umarjon akamizdan salomlarni birlikda anglab boqqan bo'lsak, yurak so'zlarini birlikda anglab boqqan bo'lsak. Marhamat. Bugun Rasla bega chiroyli qizlar, chiroyli yigitlar, çolpanlar, hem özü çolpan, hem üzümü çolpan, ismim çolpanlar, hemiz kepti. Ben bizimle şunda hoşal nimqatimen, özümüzde kızık gaplarını. Hikayelerimizni anlaşılaga ümit qilamiz. Rahmat aka. Hikayenin alışından aldıda şudak aldılar bir muzikideki başlasak çok bir hikaye. Elbette buludu. Sizden bu da çayxanımız kaymakanız hakikaten asan emas. Sizden kaygan qadimimizdan tabriklar, shundaqlamış çayxanımız kaygan barcha mehmonlarimizning kaygan qadimiga rahmat etish yusidan Tursun qiz ikimiz alayli bir sovg'atlarni tayyorladik. Shundaymi? Unda xosam shu aziz mehmonlarni hamda shu çayxanamızga qadam tashrif qilganiga bir usullar taklif qilgan batdi hamda-chi. Andasin mayli. Şuna hamda Tursungul Qodir hadimiz bizningki ataqliq naqsh cho'lpinimiz, faxrimiz, faxrlik ustoz san'atkorimiz Tursungul Qodir hadimizningki usulluq kuylari bilan bir boshlab, shu aziz mehmonlarni bir usulga taklif qilgan bo'lsak degan bir xiyol tuyuqsiz keldi. Voy, qara.
rahmat, shundan xursand bo'ldim. Bugungi çayxonamizda bizning suyimlik ustozimiz bo'lgan, xalqimizdan faxrlik o'g'loni bo'lgan Ömercan akamizdingmi eng chiroyli hikoyalarimiz uzilmaydi. Shundaymi Ömerjan aka? Shundoq. Unda xo'sh, men o'z qo'lim bilan yana bir qitim Ömerjan akamga tatlı çaylarımdan kuyup bir sözlük teklif kıvarsam, Ömercan aka yürek sözlerinizni, hikayeleriniz anlaşkı biz nayt taqazda bo'lib turdik. Qani, marhamat. Endi gap desam, gap bek uzun. Mening hikoya desam rostla hech qasini o'ylab bergan yerdim chiqmaydi. Nimishki desa, men bir ko'ril tug'ilgan. 7 yoshda. 7 yoshda bir Juyungul bizning uy daryo bo'yida, Kunchi daryo bo'yida. Juyungul vardik. Juyungulda daryo qisamiz tosh. O toshlarni bola ushaq bola urib o'ynaydi. Men urib qaydab toshni ursam, bu tosh qo'lim og'irmaydi. Toshlar degan kumpar olib ketdi. Bu toshni kumpar olib ketgandan keyin bu haqda ham sontan qoldi. Agar tutgan toshlarni bir tatib baksam, toshlar uzilib ketdi. Agar ko'chada bu odamlar nimishki bunday kiyim kiymaydi, anda bunda desam, ba'zi odamlar ko'rda nurg'un do'stlar, nurg'un og'ini bolalar, ushaq bolalar og'ini do'stlar jiqil tutishadi. Bir malladagi do'stlar yo'q. O'chada sirtdagi odamlar do'st tunmaymiz. Nimishki telefon yo'q. O'chada aloqa qilolmaydi. Aloqa qilgan do'stlarimiz shu bir malladagi odamni tunaymiz. O'chada. Shu malladagi bolalar tungan kim shu meni malladagi odam tungan bilan meni ko'rishlik bolalarning hammasi asos tunib ketgan. Nimishki toshlarni urib chiqqan butun bolalar yig'ilib oqimda go'r yugurib mangibdi. Agib keyin ba'zanlar deydi meni aylanib qoldi. Ba'zanlar deydi sarangib qoldi. Har xil gapni qilgandim. Rostla keyin men ko'rilda tug'siz bo'lib ketdim. Shundan ko'rildan ayrildim. Ayrilgan vaqtim 17 yosh. 10 yoshda qanday nim qilman? Mening qo'limda tosh chiqildi. Tosh uzamni ishini uzam bilma. Uzamni ishi xalqlar men sarang degan bilan uzam o'ngda o'chada. Uzam o'ngda emas. Sarada bizni o'ngdisa, endi sarang deb olmanglar. Uzam o'ng o'chada. Shu yerdan bir necha ballani yig'dim. Oldidan 3 yerdan bo'ldik. O'cha 3 yerdan men mang'anchada ko'rdim bir yanchurun qipirdi deganki men yanchurundan birini oldim. O'yin qo'yish kinishkisi. Şunu bilan men bir kinoxonaga boraman. Biz bu yerda o'yin qo'yg'ili keldik degandan keyin hamma oldi kinoxonaning odami so'raydi, "Sizlar necha odam?" deydi. Bizning odamimiz 8 odam. Qolganlar Oryol ketib biz aloqa qilib keldik. Anda 3 odam desak kinoxona bermaydi. Shu yerdan Keşvolda biletni asos kinoxonada biletni sotib oldik. Sotib oldik, bir bola ish baqidi. Bir bola bilet sotadi. O'yin qo'ydigan odam men bir. Şunun bilan ben üzem yalğız 1,5 saat, 2 saat uyun qo'yib qo'ychi, haqligan hammasi ko'rgan sizga odamlar rozi bo'ldi, xo'sh bo'ldi, butun odam chiqdi. O'zingiz yalğız butun tashlayapsiz. Chavoq deganni chelibgan hammasi xo'shal bo'lib kinoxonadagi odam keyin uyundan 3 kun qo'yib qo'yganda bu cho'chakdagi ishni deyapman hozir. Cho'chakda uyun hammasi tugandan keyin bu kinochi kelib menga ko'rishib yaman keldi. Nima uchun? Masalan, sen 3 odam degan bo'lsa, cho'qim kinoxona bermaydim. Seni bundaqligini uqqan bo'lsa, men kinoxona bir oy desam, bir oy birdi. Voyyo. Aja oldu. Her qanday bir men barmagan Şinjanning bir yaqamidi. Şinjanning yezi na qaya kinoxona baya. Kinoxonasi bayaning bir yaqamidi. Cho'chak deymiz, Altay deymiz. Mushu G'ulji xotandan o'sak lop desa, chiriya desa, kiriya desak, niya desak, chacha desak, chaqliq desak, ko'rni yana lop, mushta chuglab barmag'aya yo'q. Yo'llarning asgiligi ba'zi yerda biz o'yin qo'yganda 10 necha kunlarni 20 kunlarni bizda nayza, qilish, o'yin qo'yish kelish ko'tarib mang'oq. Shuning bilan bu yiqqan pulim uchat kinoxonadan 4 mochandan bilan chiqib 100 ming ko'y yiqdim. 100 ming ko'y yiqqanim, 100 ming ko'y qancha uzun topdim. Shu yerdan 100 ming ko'yning oldidan 10 ming ko'y topgan odam ko'rdi bir eng pulchiq odam. Bu pulni 10 ming ko'ylik oila deb. Bu 10 ming ko'yni deb qarjilgan maktab. Boshlang'ich maktab. O'chada İbrahim bizning Ko'ril Tenштейнning Zungjanti, ham muxbir ham Zungjan. O'chada bizning Ko'rillik boshliqlar o'chada cho'qim bundaq maktablarga masalalardan namiz bordi. Bag'an kim bu Tenштейнga badi shu chaqda men qarjilgan maktabga 10 ming ko'yni berdim.
Şu yerden bu mektep verdim takkan pulun birisini izleyip kalmayı hemine kıyınçlık yerine yardımcı kıldım. En ahırdan bizim öydikiler bilen azırak. Şunu biz şu öydikilerden keyin çıkım yaramlık adam buluş için ben bu pulunu müştak düşürdüm. Tapkan pullarını mektep silip, mektep verip kanki keyin bu öydikiler düşendi. Sen keyin akam emin aldı dedi. Senin müşkığına emmisi yaxşı kısa doğru kısaydı. Bazı fikirlerim tapkan pulunu neticeye yardım kağıdılığına kimin ügetten oladı kanla. Şunu da ben emmisi hoş hem de biz de öydikilerden. Beşide rastlamda her kandak düşünüş buldu iken. Doğru. Ömercan akımızınki bazılarımız xasiyetlik adam buluşdiki kesbi iznaları bilen düşengen bolsak mana bugün haqiqiy adamiylik bilen tanışıp çıktık. Anda bunun da öyle hem de mühim öy. Doğru. Öyle kollaydığı adam olmasa, öyle nimkımaydığı adam olsa bu işini ben yaxşı kuramayım. Doğru. Doğru. Birinci, mesela yaxşı öy olmasa, yaxşı ayalınız olmasa, mesela bu pulunu ben mektep verip kay, belek adam ayal olsama uğraşıdı. Doğru. Neyim için bana yaxşı kim kılmaysa, ben toy kılan günü aradı sen tövmin köy bilen beni toy kıpek geldi andaydı. Hazır ben kısık batkan soğan devetti. Ya taskallık ben depto atay, toy kanca tövmin köy taskan koygan. Ben ayalım tövmin köy kalgan. Yeni bir tasirlik hikayede çıktı ya. Evet, tövmin köy. Mış ayalım benim bütün kolusam, mesela bu Beijing'de bir faaliyet oldu. O faaliyette ben şunun pul lazım bulup şeydim ben ayalım tilip buldum. Ben pul lazım Beijing'e ekin al dedim. O çadak pulunu da uğrayıp nimkın. Kıldığan işler yok. Okumadıkken özde Beijing verip daha kuytan öz kullan pulunu yapadı. İşkiz bana. Şu çadak açtak nimkaca şunu ayalım hazır değil baştan ayak bana hazır gelecek kollap gidiyordu. Mesela benim ayalımda olmasa mümkün emez. Ben bunu işte kılamayım. Mesela pul kılıp bir yol dışı sır çıkarsan neye badın, kaya badın, neymiş kıldın dese öy olmaydı. Mesela ekşiğime bir pişak tıkkandık olup kaldı konuğa. Mesela ekşiğe mesela sırt çıkarttı, öy kelgenken oy neymiş kıldın yerim keçirdiğinde neye badın, kas kızarlık kışık badın dese onu onda tamak yedin mi, ben tamak kıpırayım mı, dep bakay, tamak kıpırayım dep eski bakay, onu da mesela üzüp bir yaxşı kıp geldi, ya hizmetine geldi. Mesela eski adam bu kıp kelgen bolsa, şununda tesirlep çokum özgürüş mümkün. Wow. Öy içinde müştak kollaylı adam olmasa, mezir keç yaxşı kılışım mümkün emez. Meni tunuştuğan, meni müştak kuculup, müştak dağılıklım kan, hemisi ayalım. Wow. Türkiye çayqı olsun, rahmetler Hey! Oldu, çapa tattınız. Rahmet. Oy. Endi muşu fırsatda Ömercan kam yuqorida mehri bilan damlangan bir piyola chayni ayoliga ajoyib chiroyli sundi. Endi shu chayni qabul qilgan shu suyimlik hadimizning yurak so'zini birlikda anglab boqqan bo'lsak. Şunda tuyuksuzla boldu desem oldu. Gerçi davamlıq Ömercan'danki endi muşundaq illik mehri muhabbetinden behrman bolup turgan bolsammo, bugünkidek bu sorunda köpçülükten aldı buna deydi dep oylap bakmagan deyim. Aldı bilen muşu suyumlik ballarımның dadısıga rahmetimni aytaman. Ömercan özü şundaq bek akköngül. Hamdi hammaylan ko'ribmi turyotidu, o'zining amaliy harakati bilan mo o'zini namoyon qilyotidi hamdi. O'zining kim tabiiy shu talantidan boshqa buningdagi odamiylikka o'zim ichimdan qoyil bo'laman. Qoyil bo'lmaymi turolmayman hamdi. Oilada bizga intayin mehribon, shundaq mas'uliyatchan bir er. Bolalarga nisbeten bir mehribon dada. Ailedeki barlık urug' tuqqan, oyu, etrafidagi do'st birodar hammasiga nisbeten bir yıkılmaz törük desem boludu. Doğru. Shundaq. Shunlashqa Ömercanның buningdan keyingi ishlarining mo texmo yaxshi bo'lishini umid qilman. Tenining sog'lom, umrining uzun bo'lishini umid qilman. Ko'pchilikning mo
Ömercan'ı qo'llab quvvatlab berganidan minnatdorman. Rahmat, dada, rahmat. Xush tatib kelibdiringizga. Muşu fırsatda yana davamlı çayxanamız qaram təşrif qan barcha mehmonlarimiz nomidan biz sizga shunda bir so'zni hadiya qilamiz Ömercan aka. Mangu yoshtiring. Teniniz salomat bo'lsin, ömrünüz uzun bo'lsin. Shundaqla hadimizmi? Mangu mushundaq hozirgidek chiroyli, yosh 18 yoshli qizlardek tursin. Mana mushu bir jup baxtliklarninki huzuriga, ya'ni shundaqla bizningki san'at beg'imizdagi bir juplar, bizning faxrlik ustoz san'atkorlarimiz bo'lgan Farida Mahmud hadimiz bilan Mamtimin akamiz mushu bir juplarning naqsini so'qilishni loyiq topdim. Albatta bo'ldi. Qani. Qani, marhamat. Çıksa seylige, koyu birim meylige. Gümül çıksa seylige, koyu birim meylige. Kömül digen toymaydı, lal reyhan leylige. Kömül digen toymaydı, lal reyhan leylige. Çıksa seylige, koyup vermem meylige. Kömül çıksa seylige, koyup vermem meylige. Süselale reyhanli, azar bular leylige. Süselale reyhanli, azar bular leylige. Muradi gayet ise küzdün köker işi var. La 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 la. Şaqa kongan kuş, qandaq salsın o beni. Çıksa boran yağsa qar, sıparlar boynini. Çıksa boran yağsa qar, sıparlar boynini. Urla gülüm işkida, fakat bulmaz ayraydı. Urla gülüm işkida, fakat bulmaz ayraydı. Kimin bulsa buldu, mengü kuşan yayraydı. Kimin bulsa buldu, mengü kuşan yayraydı. La 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 la. Rahmet. Bizdeki küldürgü çolpunumuz dövdetlik birinci derecelik artistimiz mı bugün Ömercan akamның teklifi bilen, şundaqla bizning alaylı teklifimiz bilen bugün çayxanamız qadam teşrif qıptı. Ondaq olsa, muş ustazımızны bir ikki kalim söz qilib,
bir表演qilib berishga taklif qilamiz. 老师，这个今天呢，非常的感谢来，请老师。这个古里斯坦这个老师啊，还有麦麦提老师啊，特别感谢的，我觉得就是埃米尔主席。我们的认识，我们已经结亲啊，我们俩结亲都已经是20多年了。所以今天呢，你刚才可以看到和这个阿曼古里他们这种交流，你看看这种可爱。今天我们既然来到了幽默茶吧，对，今天这个幽默，我们新疆人是最幽默的，新疆人是最豪爽的。所以今天来到这里，我一看这种通过媒体的转播，让中国人、让世界人都能看到我们新疆各民族在这里非常的和谐，非常的团结。所以今天在这里，我也说，来，这个今天在这里，我说，其实这个埃米尔就很幽默。我给你们说一个幽默的笑话啊。好吧，老师。你看啊，我们到阿曼古里家去，阿曼古里在给我们做饭，埃米尔回来了，埃米尔不干活，回来往那一坐，我说埃米尔，你也不干活，哎，我干啥活呢？我不是锤子，我这个拳头这么一转，我刚举到这儿，阿曼古里出来了，哟，埃米尔说啥呢？阿米尔说啥呢？我说那个花是这样开的，我说啥呢？所以他很幽默。所以今天在这里啊，我觉得大家这么开心，我就说，新疆是个美丽的地方。今天呢，我就说通过埃米尔，我也学习了很多，他做了很多的这种善事儿啊，走到农村，走到学校。所以今天在这里，我说新疆的歌、新疆的舞都那么美，然后我就说说。我们的生活呀可惜，真是呀可惜，哎，大家在这越唱，心里越欢喜。哎，我们的新疆在变样，新疆在变样。哎，我们的新疆呀可惜，真是呀可惜，各民族呀可惜，真是呀可惜，美丽的祖国呀可惜。这个杜秋呢是这个作品呢，是我80年的作品，这个有好多版本，因为我是军人，我们部队啊来自5湖4海。哪的人都有，你看咱们看过日本电影《追捕》有段台词啊，杜秋，你往前走，你看前面的天是蓝蓝的，你走啊，刚才高仓不是跳下去了，唐塔不也下去了，你走，把他给我推下去，就是这段话。我们部队有山东兵，山东人啊，山东兵这是，杜秋，你往前读啊，你往前读。你看前面这个天是碧蓝的，你走啊！刚才高仓不是跳下去了，那个唐塔不也下去了？你往前读啊，把这个推下去。这山东兵，跟河南兵不一样。河南人，杜秋，恁走哎，干啥来看？你看看前面的天是蓝蓝的，刚才高仓不是跳下去了，那个唐塔不也下去了？恁走啊！那这翁下是个老龟孙，这是河南兵。我们陕西兵又不一样，陕西人说杜秋，你往前走，你看前面那个天是蓝蓝的。刚才高仓我不是给闹下去了，唐我把那个闹下去了。你往前走，还把他家的把我狗送日归下去算球了，你看。这陕西兵，四川兵不一样，四川战友，杜秋。你往前走哦，你跟老子往前走哦。你看前面那个天儿是蓝蓝的，刚才的高啥子跳下去了嘛？唐塔不也下去了噻？你往前走啊，把龟儿子推下去算球了。陕西兵，东北人不一样，河南兵这四川兵，东北人，杜秋，你往前走啊，看啥呢？往前走，我看啥呢？你看看前面那天儿吧，那是贼蓝的。那高仓一高兴自个儿下去了，知道不？那个唐塔一高兴自个儿下去了，知道不？往前走个小样，把他推下算了，算个就变饼了。东北的，我们新疆人不一样，新疆人吃羊肉吃的，我们新疆人就，杜秋往前走啥？无语往前走啥？你看前面那个天蓝蓝的，刚才那个高仓不是跳下去了啥？那个唐塔不也下去了啥？往前走啥？我把那手子也撒下去啥？谢谢。
Ömercan akam bizga mahorat ko'rsatmoqchi, shuni tayyorlik qilib aytdimi? Ha, shu sen cho'lpon adam deb qolding. Shu yiningda chiroyli qizlar o'tasa, shu ko'zlaringning shu balaxallari zodi nurlanib qaytadan kichik tildiring chiqdi-chi. Shu. Ular sizga, deya men demisam, bu ko'rmanlarimiz, çayxonamiz kelgan mehmonlarimizdan hammasi bo'ladi. O'zi bir cho'lpon. İsmimi cho'lpon? İsmimi cho'lpon. Bizning sevimli san'atkorimiz Cho'lponlar xonimi mana qimmatli vaqtini ajratib, aldirash holatda shayxonimizga Umarjon akamning hurmati, shayxonimizning izzatini qilib alayda qadam tashrif qilgan minutlarda Cho'lponlarning mahoratini ko'maytirmaslikda amalimiz yo'q. Shayxonimiz haqiqatan bir xosiyatli shayxon bo'ldi. Mana bugun Umarjon akam qadam tashrif qilgan, xush bo'lgan, o'xshash men Cho'lpon hadimizning qadam tashrif qilganligidan intayin cheksiz xushal bo'ldim. Shundaqla Cho'lpon hadimizmi biz asonlik taklif qilib aylanmaydigan Cho'lpon hadimiz. Yama aldirib kelib berma berdigan uchu. Oldiralg'ul qaray, men bir ko'nglimni keplanda vallahi. Ya bu tavakni bir kalimiz. Tavak bilan taklifimizga taklif etimiz. Qani, rahmat. Rahmat. Salam sorundaki Gülçiray xanımlar, şundaqla aziz ustozlar hamda bizningki to'nxon kasbdoshlar. Hammalarningki mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Bugun Umar akamningki çayxona paranglaridagi juja bo'lganligi uchun, Jabing eng aziz mehmon bo'lganligi uchun men shu Beijingda, poytaxtda Umar akamdan keyinda so'kuldab yuradigan Cangguang alqay nurlardan o'zimga nurlantirib, baxtlardan ancha-muncha pichilab degandaki. Shundaq Umar akamning bir zaricha nur tegib qolsa, işte nurlanib cho'lpon bo'lib ketadigan ishga sho'ng'lashga bo'lganmi? Yana o'xshashlamoq çayxona paranglarda aziz ustozlar bilan birga bo'ldim. Menlarga ko'p rahmat. Abaytdan deb o'tdik, gol avshimini aytib yaxshi qiziqchilik qilib berdi. Endi men mushu Xinjiangda Niando Zhongguanjun bo'lgandan boshqa Xinjiangdagi, Chuanguodagi Minzu Tuanjie Zhixing deydigan bir nimam bor, chunxorim bor. Shunlashqa mushu millatlar ittifoqligini ilgari surguchi, shundaqla millatlar ittifoqligi o'tirsida ko'riklik rol o'ynaydigan bir rolim, shundaqla bir mas'uliyatim bo'lg'ashqa, bugun naqshlarimizni nihoyatda go'zal tursingiladimiz, shundaqla paridadimiz akımız obdan Uyg'urcha naqshlardan başladı. Andaqda men tövəndə dostlarning huzuriga o'zim intayin yoqtirib o'qiydigan shundaqla jiq kuch sarf qilib o'rgangan davlat go'hri atalgan Jingju teatridan ariya o'rlab beradi. Wow! Sana yaxshilik ansanani umid qilaman. 奶奶，您听我说。
就来。今日孔明进宫酒，壮语为重，须不休。来个方丈青年伸手，干洒热血接春秋。Qadrli ko'ruvchilar, ko'rayotganlar Aynaz guruhi tajdidorligidagi Okean televiziyasi alayda yo'l qo'ygan Chayxona paranglari programmasi. Programmamizning sarxil mazmunlari davomli tinglanadi. Chayxona paranglari programmamizning qonuniy maslahatchiligini Subi advokat xorni o'z ustiga olgan. Qonunda masala so'ramoqchi bo'lsangiz, Subi advokat xorini izlang. Rahmat aytimiz, bolalarım, rahmat aytimiz. Mush 70 yosh kirganda Chayxon paranglariga baldiroq kelgan bo'lsa, mushu yenimizning qizlardek yoshroq turatdimkan. Bugun mushu aziz mehmonimiz Ömerjonning hurmatiga, shundaqla eng chiroyli mana qizlarimizning hurmatiga, men mushu bezakchilik sohasida oldingi o'rin bo'lib kelayotgan Narimiy to'y mulozimatchilik o'rnini boshlab kelib, mana Ömerjonning chayxonasini guldak qilyapti emasmi? Voy, rahmat, xudom rahmat. Nayda belen qıpla, obdan qıpla. Senin kallaları bek işleydiken. Rahmet Ömercan balam. Anlağan sen. Vay tosun kız, şu senedek bizdek mumaylı muşunda bir par çıraqlığının altını tuğmasak. Manıman bizdek 18 yaş kirgen yaş kızı igellep gitirki değil mi manda çayxanını? Biz mi boş gelmeyi sarık ha? Muşundak Ömercan'da palvan zikiti kaya vaxtıda özümüzü köstüp, Manisa'lı bege özalını köstüp, çayxanı çıraylık merimi bilen bozuyu tipsile. Ben mi tatlı çaylığını demlep, ma adamdan könlümü erip aldım, yani kilemsili ya. Mandak, akıtın oldu kokmaydı kansıla. Bayağıdan şu pulunu neyge kaçlısam karı yok, devet tutanlı çayxanı kaçlısanlı mı soruğu bulmaz. Nakıcıma emsi boşu, Ömercan emsi patma çayxanlığı teklif kılımen. Sarıkan bilen işkimiz çayxanlarını bezep, ben çaylarını demlep, sizin könlünüzü ettirimiz, cuma. Ömercan patlat kaptıralı bizden çayxanlığı bir gekini kilakatım kutlularını amma kilala. Vay rahmet tursun kız, rahmet. Ademdeki acayip meşale tontukama, çolpa akağını görsen etrafını untukama. Mehman geldi öylege mal degeni soyup verdik. Aba 2 kilo sarkan durdu, birden bizim koyup verdik bana. Salam çayxandaki azizler. Hammalarning hozirgi vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Biz bu akamizni ham televizorlardan ko'rgan, ham hurmatini bugun oldingizga keldik. Bugungi bizniki çayxonamizda tursun qiz xabar, ma 2 qiz beshi. Shundaq bir azizlar bilan salomlashganda men xush bo'ldim. Odamdagi ajoyib mashalada bezilib ketmay, cho'lponni maqtayman deb o'zim qizirib ketmay deyman. Yaxshi deylar ko'p chiqdi, vesilini ko'rib etmang, sizlik chaqchaq qilmay, beshimni qo'rib etmang, juma. Odamdagi ajoyib mashalada sizlab jumay, sizlik chaqchaq kechini izlab jumay deyman. Hayatning to'xtamay mashala chep oldingizmi? Endi harakat qilgan cho'lpon qiz benzoringiz deb oldingizmi? Voy, ne bo'lgandi birdandan ichida meni bulab talabli shu. Bilamaymiz sorunni pakazadi küldemey. Biz birden çakçak kılaydık sizin yokluğunuzu bildemeyiz. Rahmat. Çakçak kıldık sorunni koysaklar demsiz. Madem taşın çayını istersen uşçuğunu yemsiz deyim. Bu adam taşın sanatmak için ben kum sanaydan. Çakçak kıldık sorunni koysaklar teti üytemem. Ben sizin çakçak kılışını koyuklatmam. Muş adamın teyisinin uşçuğunu bana eti üytemem. Mehman geldi öylege mal degeni soyup aldı. Bugün bek tesirlendi bana. Bırak o bıksık telepini bir koyup aldı ya. Hizmet kıldık öyle de meşelede ağanken, nemedige ezencilik sizin tümünge ağanken madem. Geldik sekinigen mezbul kadem taşlıp aldık. Kapıma Ömercik'e emni birden çakçaklı başlıp aldık. Emni başladınız mı dede? Köngüldeki acayip meşelede tutup durun. Abi siz de koyup egen mikrofonu birden tutup durun. Salamlarla toxtama her vakit ekaldı. 2 kilo benzin alıysa bir kere adam kaldı öyle. Adimiz bilir bağımızı deymen. Eğilken çakçaklar mesela tıllap vurdu. Akımızın kart pulu yoktu. İğanı adimiz yollap vurdu. Kanapın çakçaklı kapaklarını türüp yurdu. Bir kere adam akımın taşıgını ekranda görüp durdu.
Pürdüge acayip mesela ticil ketmey, Ömercan Baykan'ın koy aşkasını miçil ketmey dep. Vay rahmet. Sizin şundaq bir eşi samimiyetinizde adamgarchilikni biz mayli qayerda bo'laylik oldi bilan bugungi mushaqniki Ömer jikamni boshlab ketimiz-da yana. Shundaq. Mejazga ajoyib huzurni kulma. Mush Ömer jikam boshliq hammanglarni menma g'ulji qaynoqqa yana bir qatim taklif qilaman. Voy rahmat. Unda olsa, men ruxsat qilsanglar sizlar davomliq hammanglarga rahmat. Sizga rahmat ada. Harmaysiz. Ondaq olsa, xabar Çolpan adimizning shunda chiroyli naqshlarini angladik. Çolpan adimiz alaydan bugun sirtdagi xizmatlaridan tashlab, bugun shu çayxonamiz qadam tashrif qildi. Yana xizmat munosabati bilan hozir yana xizmat o'rniga yana mangdi. Biz nayt ta'sirlandik Çolpan adimizning kichik fe'lligidan nayt suyundik. Shundaqla bugün hem de mana bizning xosiyat akamiz, faxrlik ustozimiz Ömercan akam bilan bugün hem dasturxon bo'lishga nasib bo'ldik. Mush fursatni qo'ldan berib etmay hamdi. Mush Ömercan akamizningki ash mixlarni yeyishlarini, mahoratlarini ashu o'z ko'zimiz bilan mishari ko'rsak deyman, hayajonlangansan. Voy vahshi, mehmonlarga aldıdan deydi o numur köşkün aldıda bir narsa yapmaksın deydi. Nime dese bu yutuşu bu yaygan isil tamakken ama körpekler çilep baksan buldu. Yine birisiga bunu küçük balla sınıf olmaydı. Herkes küçük balla muvafan kılmalı bunu. Muvafan kılışkı olmaydı. Canlıda mertiminka. Yapmamalı man kalsın. Ben tamak yemedim. Yine yaygan bir narsani sil yapmasan olmaydı. Ya suyum yok mu? Mana. Suyunu tayyor qildim. Bana yaygan bir narsani da yaygan gel. Ben mi yapayım ya? Ye. Yo'q, doğrama. Qalayimqan doğrusan olmaydi ki. Pechini bilan qetib yeydi ki. O'xshaydi-ku mana unda. O'xshamdiki? Tuzdan xil tetibdimi? Azroq mentan ağaç. Mening tuz bor ekan. Mening tuz yo'q ekan. Mana qadrli ko'rmanlar. Biz oilda ishiltirgan maqa mana. Mana maq. Lekin programni ko'rib o'tgan kichik bolalarimiz, o'smirlarimiz hargiz do'rashqi bo'lmaydi, ha? Uyg'unishki bo'lmaydi. Uyg'unishki bo'lmaydi. Bir tal. Çavak. Bu çavak var mı? Ben sapaq. Men sap qo'yaymi ya? Men sap qo'ysam yumshoqroq yeydi aqchim. Ikki tal salamdim ya. Mana. Menga qarab aka, mana. Voy, yeyishini qanaqa qilaman? O'xshabdimi? Yaxshi yeydi. Tamam. Chavoq beraylik. Nuqta qo'yib degan bir noyib bo'ldi mana. Ben qo'lingizni bilan tutdim. Bo'ldi aydim. Ya bak qo'lingizni aytdim. Mal deydim. Bu tishlab yedik. Tishlab qismi tishlasa rosa jutib o'tirgandimi? Chaynab bilan pach qilib yegandimi deydi. Men qarab qanday pach bo'lganligini. Men esib turaman. Mana bu da. Gazircha qiladir hozir mixni. O'chan, qana qilaman. Voy, pachirib etdi mani. O'tirdi, pach qilib etdi mixni. Voy. Mixni o'tirdan chiqib pach qilib etdi jumu. Mava pul tishlamayman. Mava qo'lim tushib ketdi. Tushib ketganda. Anami. Puldi. Wow! Çavak! Saqlab qo'ying. Bu yoqdagi mehmonlarni ko'mabdi aka. Mavo, rasmet, yalg'on emas, qattiqlar. Qalanglar mana rasmet.
Ya ben çıktı sapasam olmaydı. Bakal hemen. Endi Ömer Cinkam'ın yukarıda maharetlerini görüp ettik. Şuna pek hayacanlandık. Hayacanlandık, apırlan ettik. Tuncu kıtım öz gözüm bilen görüşüm. To'g'ri. Menim ham shu. Naq mushaga kelganda Şinjan san'at yurti Muqam ansamblining atoqli muqamchisi shundaqla naqdisi Abduqodir Yareli ijrosidagi biz sevgan esir kuylarni sizning hurmatingiz bilan taqdim etgan bo'lsak. Qani, marhamat.
Rek